aholi o'z xonadonlarida panel o'rnatsa, ehtiyojdan ortiq tarmoqqa sotgan elektr energiyasi har bir kilovati 1000 so'mdan sotib olinadi. Agar siz ham uyingizga gaz tarmog'i o'rniga qulay va tejamkor yechim izlayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Shovot tumanidagi navbatdagi mijozimiz xonadoniga Energy-Go kompaniyasi tomonidan 10 kilovat quvvatga ega 615 wattli lonji quyosh panellari o'rnatildi. Bu hududda gaz ta'minoti o'chirilganligi sababli xonadon egalari endi qish faslida uyni konditsioner yordamida isitadi. Qolgan fasllarda esa ortiqcha energiyani daromadga aylantirishi mumkin. Quyosh panellari mijozning talabidan kelib chiqqan holda maxsus navez ko'rinishida o'rnatildi. Endi u avtomobil turargohi vazifasini ham bajaradi. Yozda mashinani jaziramadan, qishda esa qor va yomg'irdan himoya qiladi. Panellar orasiga yomg'ir, qor va issiq o'tmasligi uchun maxsus rezina himoya lenta o'rnatildi. Sizga ham shunday qulay va foydali tizim kerakmi? Unda darhol quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Videoni esa yaqinlaringizga ulashishni ham unutmang.